Homilada anemiya kechayotganligini aniqlash faqatgina Doppler tekshiruvi orqaligina amalga oshirishini bilarmidingiz? Faqatgina Doppler orqali bolaning bosh miyasidagi qon tomirlaridagi qon harakat tezligiga qarab turib, bolada anemiya ketayotganligini aniqlash mumkin. Agar ayolning qoni norma degani bu bolada anemiya yo'q degani emas. Ayol qoni norma bo'lib turib, uning bolasida og'ir anemiya kuzatilishi mumkin. Qachon bunday holat bo'lishi mumkin va qaysi ayollarda kuzatish ehtimolliligi yuqori? Birinchi o'rinda ayollarda kuchli anemiya kuzatilsa, ikkinchi ayolda rezus konflikt bo'lsa, ya'ni rezus otrisatilniy qon kuzatilsa, kuchli infeksiyasi bor ayollarda va anamnezida ayolda homiladorlik rivojlanmagan homila yoki homilaning katta sroklarda nobud bo'lganligi kuzatilgan ayollar albatta dopplerografiya tekshiruvi boshqa homilador ayollarga nisbatan mukammal va chuqurroq o'tkazilishi kerak. Shunda siz bolajoningizni holatini qanaqaligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Agar bolajonimda anemiya kuzatilmasin desangiz, dopplerografiya tekshiruviga bizga murojaat qiling va meni sahifamga obuna bo'ling.